Isroil Tehrondagi Eron oliy rahbari Oyatulloh Xomeneyning uyi va prezidentlik kompleksi joylashgan hududga zarba berdi. The New York Times nashri. Shuningdek, Eron armiyasi bosh shtabi binosi ham hujumga uchragani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq rasmiylar bu ma'lumotni rad etib, Isroil raketalari muvaffaqiyatli to'xtatib qolinganini ma'lum qildi. Isroil qiruvchi samolyotlari Tehrondagi Mehrobod xalqaro aeroportiga zarba berdi. Bu haqida mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aeroportdagi yoqilg'i baklari hujumga uchragan. Hozircha rasmiy ma'lumotlar yo'q. Eron Isroil hududidagi nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berganini ma'lum qildi. Eron oqshomda Isroilga 3 marta jami 300 ga yaqin ballistik raketalar bilan hujum qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, raketalar Tel Avivdagi rejalashtirilgan maqsadlarga, jumladan harbiy bazalar hamda mudofaa milliy xavfsizlik vazirliklarining binolariga borib urilgan. Fox News telekanali efirida berilgan ma'lumotlarda keltirilishicha, zarbalar Isroil poytaxt markazida joylashgan qurolli kuchlar muassasalari to'plangan strategik ahamiyatga ega hududga qaratilgan. Biroq Isroil rasmiylari hujum natijasida asosan fuqarolik obyektlari zarar ko'rganini ta'kidlamoqda. Mamlakat bosh vaziri Benyamin Netanyahu bayonotiga ko'ra, Isroil Eronning ballistik raketa zaxiralarining salmoqli qismini yo'q qilishga erishgan. Isroil bosh vaziri Tehronning kechagi raketa hujumidan so'ng Isroil Eronga qarshi ko'proq chora ko'rishini aytdi. Isroil kechagi hujum bo'yicha bayonot bilan chiqdi. Isroil hukumati butun dunyoni Isroilga qilingan hujum borasida jim turmaslikka chaqirdi. Isroil fuqarolari hozirda Eron rejimi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri hujumga uchramoqda. Dunyo bu borada jim turmasligi kerak deyiladi bayonotda.